Bu yerda nima bo'lyapti? Bu yerda. Qani. Damas'ga katta yangilik bo'lyapti. Aha. Xullas kalom, servisimizda katta yangilik. Propan mashinamizga ultrazvushli datchik olib kelganmiz. Bunga o'rnatib uстановка proba qilganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Vo, 3 ta. Demidiyal. To'chilma-to'chil ko'rsatadi. Ustaka, bu narsa faqat Damas uchunmi yo faqat Liba mashina uchunmi? Libboy turdagi propani bor mashinalar uchun bu. Farqi yo'q, ha? Farqi yo'q. Libboy turdagi propani bo'lsa bo'ldi. Ko'rlaringiz, propan datchigini qo'nishni bo'ldik. Bu narsa O'zbekistondagi barcha propandagi mashinalar uchun inshaalloh yangilik bo'ldi deb o'ylayman. Bu narsa Surxondaryo rayonida yangilik, addush yangilik bo'ladi. Bilaman, bu yerda pon endi qish kelgan metallar pon yopiladi. Propan davri keldi bolalar. Propanni yurganda qancha urgan bilib bo'lmaydi, qayerga o'tishini ham bilib bo'lmaydi. Shaxsan o'zim ham past 10 marta yo'lda qolganman. Endi propan qo'ygandan keyin bu datchik o'sha yo'lda qolgan odamlarga yuragi marham bo'ladi deb o'ylayman. Bu videoga like bosib qo'yinglar, hammaga yuborib qo'yinglar. Bu datchiklar davri keldi. Surxondaryoda birinchi doim biz bo'ladi. Hamma yangilik doimo bizda. Bu videoga like bosib qo'yinglar. Addushi payishkan berasizlar umiddaman. Jonlaring sog' bo'lsin. Hammaga yuborib qo'yinglar. Hammaga rahmat.